respublikamizning har bir nuqtasidan kuzatayotgan okalarimizni bu mahallada shunaqa chiroyli hovlisi bo'lishni orzu qilishadi. Hammamizga mana shunaqa chiroyli uylar mana shu mahallada bo'lish nasibsin. Okalar, men sizlar uchun favorani yoqdim. Favoralarni ishlab turibdi, ko'ryapsizlar, filtr o'rnatilgan. Dodaxo'ja bu yerda letniy zona va tepada terrasa. Uyimizni naq 5 sotuv yer maydoniga qurilgan. Po proyektu dizaynerskiy hovli. Hurmatli obunachilar, lokatsiyasini aytaman. Ag'darilasizlar, avtomatik varotali va mashinani bemalol mashq joylashtirib qo'ysanglar bo'ladi. Darvozani qattiq o'rnatilgan, mana ko'ryapsizlar, keng darvoza. Pastga tushib turamiz, bemalol mashinani, ikkita mashinani qo'ysanglar bo'ladi. Endi uyimizni shunaqa joyda joylashgan, Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani, Sentr Nulacharskiyni eng zo'r joyda joylashgan, mana ko'ryapsizlar, ko'chalari keng va maza qilib охраняемый territoriya. Hurmatli obunachilar, mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar. Hozir mana shu xonadonimizdan polni aylanib chiqamiz. Qani ketdi do'stlar. Mashinani bemalol eshik tagiga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Sizlarni даже chivin ham kelib bespokоить qilmaydi, okalar. Ko'ryapsizlar, darvozalarimiz ishga tushib ketdi. Hovlini qaranglar, mashalloh, hammaga mana shunaqa chiroyli uylar nasibsin. Quruvchilar to'g'risida ma'lumot beraman. Bu xonadonni qurgan odamlar Salomatini Yakkasaroyda xuddi shunaqasidan 2-3 ta qurib o'rishgan. Tezda baraka bo'lgan, bizning mashinasiga ilinib qoldi. Obunachilarimizni ko'rib, havas qilib, har birimizga mana shunaqa chiroyli uylar nasibsin deb duo qilib qo'yinglar, akalar. Qani ketdi. Bismillahirrohmanirrohim deb uyga kiramiz. Qaranglar, uyga kirsa bemalol ham cho'tam, yangilar emas, padamam degan joylari oyna-poyna o'rnatilgan va stroyning mebelli. Ko'ryapsizlar, hovlimizni juda ham keng. Hurmatli obunachilar, uyimizni 3 ta urovinglar. 3 ta uroving va mana mashdan shunday chiqsa svet o'ynadi. Sezdinglarmi? Svet o'ynaganda ham uyimizda muammo bo'lmaydi. Avtomatik generatorlarga o'tib ketadi. Qaranglar, mana oynalari keng va hovliga qaragan oynalari bor. Bu bizning kuxnyamiz bo'lyapti. Kuxnya vau 5 ga 5 zalingizdan ham sal kengroq. Chaq! Kelar, ko'rdinglar, uyda chiroq o'chdi va solnechniy batareyalar ishga tushdi. Uyda chiroq o'chib qolsa, bizda solnechniy batareya bor va basseynning sharsharasini mashpul bilan boshqarasiz. Shokma, siroq bo'lmaydi, takoy. Damogingiz kelsa yoqib qo'yasiz, dam tugagandan keyin o'chirib qo'yasiz. Endi qaranglar, bu trishiniya bor. Hovlida kotelnik qilib qo'yganmiz. Uy tegida emas, yo'qda emas, yo'qda emas. Ustida uy ichi kiravermaydi, nimadir bo'lib qolsa, bemalol hovlida kirib tuzatib yo'q ketsa. Mehmonlar kelsa, mana polni общий sanuzoq qilib qo'yganmiz, mehmonlar uchun. Mehmonlar kirib chiqib yuraveradi va bu yerda bizda letniy mangalniy zona. Bemalol qozon o'choq, hammaga kalovot, malovot o'rnatiladi va uyimizni bunaqasiga ko'rinishini ham ko'ring. Bemalol mashinalarni olib kirib qo'ysa, mazza qilib yashayveradigan joy. Endi bismillohni aytib, yana boshidan uyga kiramiz. Uyga kirsa, bizning mashina keng, xo'p va xonalar razdelniy, hamma xonalar razdelniy. Urovingdan urovingga mashinadan ko'tarib tushamiz. Bu bizda zal bo'lyapti, o'ng qo'limizda zal bor. Bu zal emas. Bu menimcha spalniy bo'lsa kerak, chunki men bu spalniy joylashtirsa, ancha telik qo'ysa, mazza qilib arabani mashina qo'shasiz. Okey, mana общий такой стройный mebellari вообще gap bo'lishi mumkin emas. Bu quruvchilarni men sizlarga hozir tushuntirib beraman. Bu quruvchilar Yakkasaroy Salomatinada ham shikarniy uylarni qurishgan. Mana bu bizda realniy endi zal bo'lyapti. Gap bo'lishi mumkin. Telik o'rnatadi, mehmonlar 20 ta kishilik va oynalardan basseyn, hammasi ko'rinib turadi, okalar. Bu mehmonxona, pastdagi birinchi mehmonxona. Va bu yoqqa to'g'riga o'tsa, to'g'rimizda oshxona bo'lyapti. Keng oshxona, mana shu kuxniy mebel joylashtiramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Hammaga mana shu chiroyli uylar nasibsin. Va bu sanuzel. Qaranglar, birinchi urovingdagi birinchi sanuzelimiz juda ham keng va vaqtda jakuzi santexnikalarni opod odasini joylashtirib qo'yganmiz. Xo'p, bu yerda mana masterxona. Masterxona degani bu ota-onalarimizning xonaligisi. O'zisini garderobi va shkaf, mebellari hammasi joylashgan va bu yerda o'zisini sanuzelligisi bilan. Xo'p, santexnikalarni yaxshisini o'rnatishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas, bemalol kirib, chiki baba qo'yadigan joy. Hurmatli obunachilar,
Hammamizga mana shunaqa chiroyli uyni nasib qilsin. Biz sizlar bilan birinchi urinni polni aylandik. Endi pastga so'kinli etajga tushamiz. Qani ketdi. Zina, pini, u yoq bu yoqni sizlarga qiziq bo'lsa, Oltin zina poyalar kompaniyasidan sizlar mana shunaqa zo'r zina poyalarni zakaz qilsangiz bo'ladi. Bizda bu so'kinli etaj. So'kinli etaj ko'ryapsizlar. U yetagi polni so'kinli etaj qurishgan va mana bu yerda bizani filtrimizni, basseynimizni filtri turibdi va bu yerda ko'ryapsizlar 8 ta akkumulyator, quyosh panel, hamma narsa o'rnatilgan, invertorni ham rostagasini qo'yib qo'yishdi. Endi uyda svet bo'ladi. Bemalol svetingiz o'chib qolsa, o'zingizning chirog'ingizdan foydalanaverasiz. Va qolib ketsa, sotib olsangiz ham bo'ladi. Bir ikki pul tomdan turadi oke. Uy tomi полностью to'lishli batareyalar bilan jihozlangan va bizni полный so'kinli etaj aylandik. Endi 3-uringa chiqamiz. Qani ketdik. Bu xonadonimizning birinchi urinda hovlisi bor, to'g'rimi? Endi bu xonadonimizning 3-urinida ham o'zini mini takoy hovlisi bor, oke. Bu bizda eng tepa qavat 3-urin bo'ladi. So'kinli etaj 1 va 2-qavat. 10 qo'l. Qaranglar, bu mehmonxonamiz 2-urinni mehmonxonasi. Shkaf, mebel, hammasi qo'yilgan va bu yerda uni spalnisi. Birinchi urvindagi tepada ham xuddi shunaqa sanuzellar bilan va o'zini garderoblari bilan takoy manaqa oynachalari ham bor ekan. Qarang, tayyor. Atrupalari sepib, sekin chiqib keturasiz. Istoriya olgan Instagram. Qaranglar. Bu yerda qaytib chiqdimi? Qaytib chiqsa, bizda bu yerda общий sanuzel. Xuddi pastdagi proyekt tepada ham 2-qavatda ham jakuzilar. Arzamachga. Voydat. Endi bu xonaga kiramiz. Tepada bizdan 3 ta katta xona. Bu pastki urinni tepasidagi yana bitta xona. Xolisanglar kabinet, xolisanglar nima qilsanglar qo'rasi, oynaga qaragan Dodo xo'ja romlari bilan. Romlari ham yaxshi o'rnatilgan va sifatli mahsulotlar ishlatilgan. Bemalol. Wow! Bu endi bizda takoy mini dam olish joyi yozda, qishda 2-qavatdagilar uchun o'zligisini alohida takoy hovlisi bo'ladi. Mazza qilib mehmonlar tepadan pastga tushmaydi. Wow, tepada yana gideti bir sotudan oshiq joy bor aka. Mazza qilib dam oladigan joy bor. Bu uyimizning terrasa qismi bo'ladi. Mana hovlimizni mazza qilib 5 sotuli hovli okalar. Hammaga mana shunaqa chiroyli uylar nasibsin. Endi bu yerdan qaytib chiqsa, voy, qaldirlarni qara. Joning sog' bo'lsin. Okalar, biz 2-urin 1, 2, 3, 4 ta xonani ko'rdik va bu yerda alohida hovlilari bilan endi qaranglar okalar. Bu yerda to'rida hovlida bizda kichkinagina balkonchasi bor. Mufik, kurilkada okajonim hovlini mana ashdan bemalol tomosha qilib o'tirsangiz bo'ladi. Joyimizni Mirzo Ulug'bek tumani, Sentr Munajjarskiy. Endi bu uyimizning narxini hamma $950,000 deb reklama qilishuvdi. Men Yangilar Vines obunachilarimiz bilan kelganimiz uchun bizga chiroyli narx beradigan bo'ldilar. $880,000 startli sunnat uchun o'tib beradigan bo'ldilar. Mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar. Bizani kuzatib boringlar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Uchiring.